Qulog'imga chalingan allangizdan boshlasam, shirin shirin so'zlagan so'zingizdan boshlasam. Qulog'imga chalingan allangizdan boshlasam, shirin shirin so'zlagan so'zingizdan boshlasam. Qancha tarix aylamay so'zim ojiz onajon, poyingizga tushdi ko'zim surday onajon, onajon, onajon. Aziz mehmonlar, hurmatli hoji onalar, davramizni bezab o'tirgan bir-biridan go'zal ayollar, opa-singillar. Mana bugun qishlog'imizda yana bir muborak tongni qarshilab, sizlar bilan didorlikda, omonlikda, xotirjamlikda ko'rishib turganimizdan Yaratganning o'ziga behisob shukrlar bo'lsin. Oqqan daryo oqaversin, qishlog'imizda, yurtimizda to'ylar bo'laversin deb, mana bugun qishlog'imizning yana bir ajoyib xonadonlaridan, ya'ni o'ziga xos e'tiqodli, iqtidorli va e'tiborli xonadonlardan biridan, ya'ni marhum Mahkamboy kabi ularning umr yo'ldoshlari Mahbubaxon opamizning xonadonlarida to'y tantana shodiyona boisi, mana shu oilaning ajoyib farzandi, ukamiz, do'stimiz, birodarimiz Ulug'bek va ularning zavjai muhtaramalari, hamkasabamiz Dilbarxonlarning o'g'illari uchun atab o'tkazilayotgan shodiyona kunda mana shu oilaning quvonchi va shodligiga sherik bo'lish uchun to'planganmiz. Men avvalambor o'zim nomimizdan, san'atkorlar, hamkasblarim nomidan mana shu oilaga uzoq umr, sihat, salomatlik, oilaviy baxt. Qolaversa to'y bolalarimiz Alisher va Azizbeklar el yurt so'ragan buyuk iymon sohibi bo'lishini Yaratgandan so'rab qolaman. Ruxsatingiz bilan ayollar bazmi uchun ajratilgan qismimizni boshlab, kamol ehtirom bilan davra to'riga hurmatli volidai muhtaramalarimizni, ya'ni Mahbubaxon va Gulnuraxon opajonlarimizni davramiz to'riga taklif etaman. Marhamat. To'y davomida sizlarga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin, sizlarga yoqimli ishtaha tilaymiz. Mana shu xonadonda yaxshi niyatlar bilan o'tkazilgan ehsonlarning savoblari, mana shu xonadonda yashab o'tganlar, yer egalari, suv egalari, o't egalari, jamiki umidvor bo'lganlarning ruhi poklariga boshida bo'lsin. O'tganlarni Alloh rahmatiga loyiq qilsin, qolganlarimizni salomat qilsin. Onajonlarimizni esa davramiz to'riga chorlaymiz. Marhamat. Otajon Kabam o'zing sensiz jahonni na qilay. Kelmasang kulbam aro, bu oshiyonni na qilay. Yayramas jonim agar onajonim kelmasang, tog'lamas mehrim mening, to mehribonim kelmasang. Sog'inishdan tang bo'lib, sig'mas bu kun ko'nglimga qil, bu jahonni na qilay. U bir jahonim kelmasang. Marhamat onajonlar, davramiz to'ri va mikrofonlarimiz sizlarga muntazir. Keling opa, xush kelibsiz. To'ylar muborak bo'lsin. Sarpolarimiz qilib bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Avvalambor to'yimizga nevaralarimizning sunnat to'yiga, Alisherbek, Azizbeklarning sunnat to'ylariga xush kelibsiz. Nevaralarimiz Alisherbek, Azizbekka nimaga yaxshi liboslashini tilayman. Kelajakda imonli, insofli, tavfiqli, mehnatkash, tartibli, tarbiyali bolalar bo'lib yetishini Allohdan so'rab qolaman. Ularning umrlari uzoq bo'lsin ilohim. Rizqlari ulug' bo'lsin, tan jonlari sog' bo'lsin. Shu to'y qilayotgan qizimiz ham kuyov bolamiz, Ulug'beklar, ularni ham tan joni sog' bo'lib, umrlari uzun bo'lsin, topganlariga Xudo baraka bersin. Rizqlari ulug' bo'lsin. Hamisha topganlar to'ylarga buyurib, to'ylarga ulanaversin, nevara-chevaralarini to'ylarini ko'rsin. Nikoh bolalarini nikoh to'ylarini ko'rsin ilohim, umrlari uzun bo'lsin ilohim. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Shu bizning xonadonga xush kelibsizlar. Ta'zim aytib aytaman sizlarga xush kelibsizlar opa-singillar, katta aka-ukalar, hammalar xush kelibsizlar. Mana meni o'g'lim shu musofir yurtlarga borib, shunday el oldiga dasturxon solib, el qatoriga bolalarim qo'shilganiga shunday xursand bo'ldim.
Mingdan ming rahmat şu bolalarımga. Rızkı ulug olsun, ömrü uzak olsun, tancanları sağ olsun. Yana şunaka kelin toylardı kısın. Olsun aldırmasın, martabası baland olsun. Aziz begimiyem, Alışır begimiyem, tancanları sağ olsun. El aldı bollardan olsun, eslik akıllık olsun. Hamisha kaptanın yana toylarga buyura olsun. Şikepsiler aziz mehmonlar. Rahmat onajonlar ajoyib tilaklar uchun. Ulug'bek bilan Dilbarxonlarning topgan tutganlari doim yaxshilik kunlarga, to'ylarga nasib qilsin. Mana shu bolalarning uylanish to'ylarida ham mana shu yerda o'tirgan barcha do'styorlar qatorlarimizdan xato bo'lmasdan o'tkazamiz deb umidamiz. Marhamat onajonlarimizni daryoga taklif qilamiz. San'atkorlar jo'r bo'ladi. Qo'shig'idani olov yonaman, gohida o'zimdan qolaman. Qo'shig'idani olov yonaman, gohida o'zimdan qolaman. Ayt qo'shamaslikka qonaman, sevar yorima aytmasam. Ayt qo'shamaslikka qonaman, sevar yorima
Nişanga qo'ydiz Nişanga qo'ydiz Har so'zingiz o'tadi Eshitganda to'qadi Har so'zingiz o'tadi Eshitganda to'qadi Yanlış niyat yo'q edi Nishonga qo'ydiz Yanlış niyat yo'q edi Nishonga qo'ydiz Oilaning yaqin insonlardan, hurmatli ammalaridan Oydunoy va Anorxon ammajonlarini davraga taklif etaman, marhamat. Kim qoldi? Bo'lmishdi endi. Ham bilgan odam. Hamdalar Oregonda davodirdim masalan. Gapirdi. Yevropadan qarimisiz. Voy, Yevropa mendan kichikda. Keling bu. Hozir bo'm qatiradi mana gap. Siz eshitib o'rgan olasiz. Yomon gapirib qo'yasiz. Siz gapiring aka, o'rgan Ha, men o'rgan olasiz. Men o'rganib olay. Siz gapiring, bilmaydi ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qizlarim, kelinlarim. Meni shu Ulug'bek o'g'limni to'ylariga kelibsizlar. Rahmat. Endi Makkamboy degan otalar bor edi. Rahmat o'tib ketdi. Shularni ishlab kelib shu el olamga dasturxon solay degan ekansizlar. El olamga dasturxonlar solib, el duosini olib, katta kichikni duosini olay degan ekan. Meni bolamga rahmat, kuch-quvvat etsin, ömriga ömür etsin, rizqiga rizq etsin. Mahbuxonga rahmat, 7 bolani qiylanmay, siylanmay boqib, uylab, jaylab, nevaralik, chevaralik bo'ldi. Shu dasturxonlarda solgan Mahbuxonga, mana shu o'g'limga ne'matidan rahmat. Ey Xudoyo, Xudolarga, ota-bobamiz arvohlari qo'llasin. Alloh qo'llasinlar, avliyo hammadan qo'llasinlar. Hamma Eşem bulam, yalang'och to'ram qo'llasinlar. Ya Oppoq xo'jam qo'llasinlar. Ya Devonay Bahovuddin vaqtlardan pirim qo'llasin. Shu Ulug'bekni Xudoyim yaratgan Ulug'bek o'rgilay bolamdan qilgan xayr ehsonlarini qabul etsin. Xudoyim kuch-quvvat etsin, ömrüge ömür etsin, rizqingga rizq etsin, avri versin bolam, avri versin, oninglar aldırmaylar. Huzur qoldir jiloylarda olsun. Yüzinglar yorug' olsun, tilinglar uzun olsun, martabaylar baland olsun. Hamisha. Rahmat bu. Parvardigor egam o'rgilay bolam. Hurmatli mehmonlar, men ham shu ammali gaplariga qo'shilaman. Mahbubaxonga, Dilbaroyga, Ulug'beklarga Muhammad payg'ambarning izida yurishlikka nasib etishini tilayman. Jiyanlarim hammasi payg'ambarimizning izidan bo'lishlariga nasib etsin. Rahmat, endi davrada bitta chiroyli o'ynab berasizlar, san'atkorlar jo'r bo'ladi. Marhamat. O'ylasam shu dilbarim Makka olgan o'xshaydi-ku. O'ylasam shu dilbarim Makka olgan o'xshaydi-ku.
o'xshaydi-ku. Shu hisolim keladi, azalga o'xshaydi-ku. Davra to'riga taklif etmoqchiman, marhamat. Turg'unbish va Ulfatxon amajonlari agar eshitib turgan bo'lsanglar, marhamat, davramiz va mikrofonlarimiz sizlarga muntazir. To'ylar muborak bo'lsin. Kecha so'ragandan o'rgatib qo'yardim. Gapirishni bilmayman deydi. Lekin sen hazil o'qib keldingiz. 4 soat gapirib berardim. Gapirib turaring chiqquncha. Yo'q, gapiravering. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar mana ukam xonadoniga. Mahkam ukam endi nasib qilmadi. Men o'sha bilan gapiring. Endi mana shu kelinimiz Mahbuba ham ko'rsin bolalarni rohatim. 7 bolani boqdi. Boroldi yo'q bo'ldi mahkam endi rahmat mas kelinimizga. Uzoq umr, sog' salomatlik tilayman. Bolalari ham Dilbarxonni o'g'illari ham xudo yaxshi. Bolalardan bo'li yetsin. Ulug'bekka ham rahmat. Mana tovuq tutib shunchalik elotiga dasturxon topdi. Minnatda rahmat. Men bularga sog'lik salomatlik tilayman. Rahmat aya. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Dilbaroy va Ulug'bek bolalarini orqa havasini ko'rsin. Bundan keyin 5-6 yildan keyin nikoh to'ylariga kelaylik, hamisha baxtli bo'lsin. Rahmat, endi davrada bitta chiroyli o'ynab berasizlar. San'atkorlarimiz yo'l bo'ladi, marhamat. Sog' bo'linglar, marhamat, davramizda bor, chiroyli qilib. Marhamat qilib, davramizda. Onalarimiz, ha?
Momalari Ozodxon opa va Ulug'bek va Dilbarxonlarning vakili onalari Ro'zixon opani davra to'riga taklif etmoqchiman, marhamat. Bilmayman deb qo'yadi. Gapirishni bilmayman, 4 soat gapiraman dedi. Demaksin? Keling, bu yerda men o'zim yonimda. Assalomu alaykum shuketcha qatnashchilari. Shuketsizlar bugungi bu aziz xonadonga shu bugun to'y qilgan ayamga, shu to'yga bosh bo'lgan ayamga uzak umr, sog' salomatlik tilayman. Umri uzak bo'lsin, shu ayamni bolalarini baxtiga. Uzak yerlarda, sovuq yerlarda ishlab kelgan Ulug'bek ukamga uzak umr tilayman. Tanjallari sog' bo'lsin, boshlari toshdan bo'lsin, bolalarini uylanish to'yini ham shunday o'tkazishini tarafdoriman. Dilbarxonni ham umri uzoq bo'lsin, bolalariga bosh qo'shilib yuraversin. Tanjallari sog' bo'lsin. O'tib ketgan akamning ham ruhlari shod bo'lsin. Oxiratini bersin. Assalomu alaykum. Shu bugungi qutlug' xonadonga tashrif buyurgan opa-singillar, aziz mehmonlar. Mana bugun shunday chiroyli kunlarda ukamiz mana Ulug'bek shunday xatmi to'ylarini o'tkazyapti bularda. Hamisha topganlar bundan keyin ham hamisha to'ylarga buyurilsin. Bularga mana bosh bo'lgan opa buni tanijani sog' bo'lsin. Bundan keyin ham horimay, charchamay mana nevra to'ylarga qator o'tkazishini men tarafdoriman. Ulug'bek bilan Dilbarxonlar ham qo'shganlarman qo'shak olsin. Bundan keyingi mana o'g'lini sunnat to'ylarini nima keyingi uylanish to'ylarida mana shunday chiroyli dasturxonlarda o'tiraylik. Hamisha topganlari to'ylarga buyursin. Kim nima niyat qilsa niyatlariga yetaversin. Katta yigit bo'lsin, hammanglar kelganlar uchun xush kelibsizlar. Rahmat sizlarga. Endi davrada bitta chiroyli Assalomu alaykum kelgan mehmonlar va izmonlar.
Gepsilar hammaylar. Mana shu Ulug'bekni o'g'liga to'y bo'lyapti ekan, topqanlar to'ylarga buyursin, umriga rizqiga baraka kelsin. Tanjallari sog' bo'lsin, udaman shu bolalarni rohatlarini ko'raversin. Hech kam bo'lmasin, har bandan to'ylarga yetkazaversin. Keling. Aziz mehmonlar, ukamiz Ulug'bek bilan singlimiz Dilbarxonlarni bolalarini sunnat to'ylarida o'tirar ekanmiz. Bularga uzoq umr, baxt, saodat, bolalarni orzu havasini ko'rishlariga tilakdoshmiz. Bolalari insofli, iymonli bo'lib yetishlariga hammamiz tilakdoshmiz. Qaynabularini tanjalari sog' bo'lsin, shunday farzandlarni o'stirganlarga rahmat. Bolalarini orzu havasini ko'rsin, hamisha to'ylarda qatnashaylik. Rahmat opa, keling Valid opa. Assalomu alaykum. Shu yerda bo'lgan barcha yaxshi tilaklarga men qo'shilgan holda ayamga tanjalari sog' bo'lsin, Dilbarxon va Ulug'bekka bolalarini baxt saodatini ko'rishga nasib qilsin. So'z navbatini bermoqchiman, marhamat. Assalomu alaykum. Xonadonga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Mana bugun ukam Ulug'bek bilan Dilbarxon kelinimizni orzu qilib kutgan kun ekan bugun, bayram kuni. Xush kelibsizlar. Ularga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Bularga ayam bosh bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, tanjallari sog' bo'lsin, bolalarga hamisha yaxshi kunlarga bosh bo'lsin. O'g'illari ham katta yaxshi yigitlar bo'lsin, qizlari ham yaxshi eslik qizlar bo'lsin. Men tilaklarim hammalaringizga shunaqa to'ylarni tilayman. Men ham shayda yaxshi gaplarga qo'shaman. Menga shu ko'pchilog'ini chiqarsangiz, boshqacha. Marhamat, endi davrada bitta chiroyli o'ynab berasizlar.
Tebessümün alasıdırman Hüsnü cemaline yalasıdırman Va opalari Nasibaxon va Maqsudaxon singillariga so'z navbatini bermoqchiman, marhamat. Nasibaxon, Maqsudaxon va Gulbahor oilarini davramiz to'riga taklif etamiz. Onadan gelmiş gittiler, avalanlar. Bana bir gün gelinini, Dildarhan, ikimiz bu devin baş diyanını toyları gelmiş gittiler, avalanlar. Rahmet yegaylarga. Dilfuzaxon keling. Avvalambor xush kelibsizlar biz xonadonimizga. Akam ham bolalarning orzu havasini ko'rsin, hamisha xonadonimizda shunaqa to'ylar bo'lsin. Niyatlari yetsin, xush kelibsizlar. Keling Gulbahor. Men ham shu yaxshi tilaklarga qo'shilaman. Kelganlar uchun rahmat. Bolalaringizni orzu havasini ko'rib, shunaqa xonadonlarda katta to'ylar bo'lsin, doston bilan baxtli yashanglar. Dostonmi? Marhamat. Sizga chiqqan o'rtoqlarimizni davraga taklif etamiz. San'atkorlar jo'r bo'ladi. Cemalingizden cila kılmayın Beni nazlı güzel yarım Cemalingizden cila kılmayın Beni nazlı güzel yarım Eşkingizden ada kılmayın Eşkingizden ada kılmayın Gözünüz sivikli yarım Gözünüz sivikli yarım
dilimde tilasa İxtiyorlar, yakınlar orttirdi. Men hozir shular nomidan tabrik uchun so'z navbatini hurmatli Zumrat opa va Ra'no xonlarga so'z navbatini bermoqchiman. Marhamat. Hurmatli, aziz va muhtarama onaxonlar, opa-singillar, avvalo mana shu xonadonga xush kelibsiz. Mana bugun mana shu Mo'sa qishlog'imizning eng fayzli xonadonlaridan biri bo'lmish mana shu rahmatli Mahkamboy akam va Mahbub opamlar xonadonida shodiyona kun. Mana shu shodiyona kunning biz ham birgalikda guvohi bo'lib o'tiribmiz. Men mana shu fursatdan foydalanib avvalo mana shu xonadonning kattasi bo'lgan Mahbub opamga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Mana shu farzandlari kamoliga hamisha tan jonlari sog', umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. Endi esa mana shu shodiyonaning guvohi bo'lgan mana shu Ulug'bek va Dilbarxonlarning farzandlariga esa bularga mening tilagim mana shu 2 yosh kelajakda mana shu Mo'sa qishlog'imizning eng obro'li el yurtga, ota-onasiga, jigarlariga, yor do'stlariga, qo'ni qo'shnilariga naf tegadigan, insofli, iymonli, diyonatli, to'g'ri so'z, o'qimishli buyuk insonlar bo'lib qolishini men Allohdan tilab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Men ham shu yaxshi niyatlarga qo'shilaman. Mana bizning kolleksiyamizga kelganlar Dilbarxon bizni hamkasbimiz, sinimizda bo'lib qoldi. Bu Dilbarxonlar va Ulug'beklar qo'shqanman qo'sha qarisin, bolalarini orzu havaslarini ko'rsin va Mo'sani eng oldingi yigitlarni bo'lishini tilab qolaman. Marhamat, men barchangizni davraga taklif qilaman. Kollektiv a'zolarim
davriga taklif etmoqchiman, marhamat. Ulug'bek bilan Dilbarxonlarning topgan tutganlari doim yaxshilik kunlarga, mana shunaqa to'ylarga nasib qilsin. Ulug'bekning ham tanjonlari sog' bo'lsin, ukalariga bosh bo'lsin. Marhamat, Maqsudaxon va Jamilaxonlarni davramiz to'riga taklif etamiz. Kelinglar, xush kelibsizlar, charchamayapsizlarmi, hormanglar? Assalomu alaykum, mana shu xonadonimizga yig'ilgan aziz mehmonlar. Mana bugun jiyanlarim Alisher va Azbeklarni visol oqshomini guvohi bo'lyapsizlar. Xonadonimizga xush kelibsizlar. Shu sababli kenyamga ozgina sovg'amiz bor. Shuni topshirib qo'ysam. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Kenyam. Dilbarxon, keling, sovg'angizni qabul qilib oling. Sovg'alaringiz muborak bo'lsin. Yaxshilik kunlarga, to'ylarga nasib qilsin. Jamilaxon, marhamat. Assalomu alaykum, ushbu xonadonimizga kelgan aziz mehmonlar, avvalambor xush kelibsizlar. Mana bugun jaji jiyanlarimning qadimli to'ylarida o'tar ekanmiz. Jiyanchalarimga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Ota-onasining nimaiki niyati bo'lsa, niyatlariga yetsin, katta yigit bo'lsin. Keling, ozgina sovg'am bor, qabul qilib qo'ysangiz. Dilbarxon, keling, yana sovg'angizni qabul qiling. Bog'imizning to'rida bir juft anjir taglarida tillo zanjir iplari uzilmasin. Sizlarni Ulug'bek bilan taqdiringiz hech qachon buzilmasin. Singllaringiz ham tanjonlari sog' bo'lsin, borlariga shukr. Rahmat xizmatinglar uchun mashhurlar mana uzoq yurtlarda ishlashyapti. Kuch-quvvat, hamisha sog'lik, salomatlik tilayman hammasiga. Marhamat, Maqsudaxon va Jamilaxonlarni yana davramiz to'riga taklif etamiz. Oshlashadan janchasiga
Xudo xolasa. Hurmatli aziz mehmonlar, hozir men yana tabrik uchun so'zlar batara hurmat bilan hurmatli Mahbuba opamizning yana jo'ralaridan Asalxon opa va Mahbubaxon opalarimizga so'z navbatini bermoqchiman. Marhamat. Mahbubaxon opamizning hamkasabalari nomidan Asalxon va Mahbubaxon opalarimizga so'z navbatini bermoqchimiz. Marhamat. Biz hukmatda buyruqni bajaradigan odammiz. Siz gapiringiz qo'shilaymi? Yo'q, siz gapiringiz bular qo'shiladi. Hamma eshitib qoldi endi. Bozorda gapirasiz-ku. Men mana shu kechlarga Mahbubaxonga baxt tilaymiz. Umri uzoq bo'lsin, bolalariga bosh ursin. Shu Mahbuba opamizning nevaralar to'yida o'tirar ekanmiz. Hammalarga nima deyman? Deganinglarga rahmat. Shular bolalari bosh bo'lsin. Sog' salomat bo'lsin, nevaralarni ham orqasini ko'rsin, bolalarimiz, o'g'il qizlarini singari nevaralar ham bizning hurmatini o'rniga qo'ysin, har doim baxtli bo'lsin. Keling, Asalxon. Assalomu alaykum. Xonadonga yig'ilganmiz. Katta kishilar, kepsizlar. Shu Mahbubaxon ham nevara to'yida o'tirar ekanmiz. Shu Mahbubaxon hamga umriga umr qo'shilsin. Doim xursandchilik bilan yuraversin. Shu nevaralarga, bolalariga bosh olib yuraversin. Mahbuba opa keling. Shu yuqorida aytgan gaplarga qo'shilaman. Mahbuba bizni jo'ralarning nomidan azimat opamiz bor. Qabul qiling. Marhamat keling. Mahbuba opa jo'ralaring sovg'asini qabul qiling. Sovg'alaringiz muborak bo'lsin, yaxshiliklarga, to'ylarga nasib qilsin. Mana Roska yo'q, xayr degan izigacha. Rahmat, jo'ralar, rahmat. Qizlar, marhamat davraga san'atkorlar jo'r bo'ladi. Assalomu alaykum, mana shu kechaga qatnashgan mehmonlar, avvalambor xush kelibsizlar. Mana bugun biz barchamiz mana shu saroylarning qachonlardan beri orzu kutayotgan shu bolalarni sunnat to'yida o'tiribmiz. Hamisha bularga bundan buyog'im topganlar hamisha to'ylarga buyurishni xohlaymiz. Baxtiga onajonlari, dadalari sog' salomat bo'lib, ömürleri uzoq bo'lishini xohlab qolamiz. Assalomu alaykum, shonada kelgan aziz mehmonlar.
opam Dilbar opamni, akamiz o'g'il akalarni bugun eng baxtli kunlarida o'tiribmiz. Ularga baxt, saodat, ishlarida omad tilaymiz. O'kunlarini umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin, iymon insofli bo'lsin. Ota-onalarga hamisha mehribon farzandlardan bo'lib qolsin. Marhamat keling. Xush kelibsiz, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Mana xonadonga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Bugun mana shu Dilbar opamizni bolalarga chiroyli to'ylar qilyapti. Biz ham chiroyli niyatlar bildiramiz. Yana bittalar qani?